kuni bozor qilasam, kecham yering keladi. Ajrashganimga 6 oy bo'ldi. Ajrashdingmi? Men buni hali piyas tegin, puli kerak emas. Sanjar aka. Klient o'g'irlamansizlar. 1000 so'm sotsang ular 1 so'm sotadi. Assalomu alaykum, menga 1 kilo piyoz berib yuboring. Yaxshi, sizdan soling. Biza hammasi zo'r. Nech pul bo'ldi? Nargiz sinfdosh? Ishdan yaxshimi? Charchamaysan? Siz har kuni bozor qilasam, kecham yering keladi. Ajrashganimga 6 oy bo'ldi. Ajrashdingmi? Men buni hali piyas tegin, puli kerak emas. Qancha ajrashding? Ertaga kech payt 6 da o't, uyda hech kim bo'lmaydi. Bemalol gaplashamiz. Rahmat o'tkir. Hech qaysi sinfdoshimiz ajrashganini aytmay, menga aytdimi? Shakir aka, men piyazlarni qarab turing. Ertaga kech payt 6 da o't, uyda hech kim bo'lmaydi. Nima deysan, Nargiz? Qayerdan tushasan deyapman? Tanqatskiga aka. Kim bilan uchrashyapman dedi? Nargiz sinfdoshimiz bilan. Alni yurib bordi-yu. Ajrashgan sinfdoshlar esa bitta menga aytdi, meni chaqirdi olqida. O'shanga uchrashuvga. Shunga nima olib borsam bo'ladi? Qiz bolaga shirinlik olib borasan-da. Shirinlik? Shirinliklar dahshat kelgan. Bu elit shirinliklari. Elit? Mazasiga gap yo'q, sifatiga gap yo'q. Bunaqada rasa ko'p turidan kelgan. Mana shuni qizingga bersang, maza qilib yoradi. Yozib qo'ying. Конечно yozib qo'yaman. Omadingni bersin. O'tkir, keldingmi? Men senga elit shirinliklarni olib keldim. Jur birga jeyimiz sanaqda. Yur, keyin yeymiz. Yur. Keyin yo'qmaydi jeyish. Ay, yura qolgan, senga zo'r narsa ko'rsataman, maza qilasan, yur. Sinfdoshlar? Iflos, salom, Nargiz ajrashtirib yig'masa, vaqti yig'ib bo'lmaydigan ketsan sinfdoshlar. O'z qolgan sinfdoshlar ham kelyapti, o'lsa. Aha, 6gacha sabringiz yetmadimi? Yo'q, gap sabrda emas. Bu ajrashgan emas. Bu shirinlik, sinfdoshlar. 7 oydan keyin kelaman.